Assalomu alaykum, hurmatli ustozlar. Demak, Pythonda metodlar bilan tanishishda davom etamiz. Birinchi metodimiz rfind metodi. Bu rfind metodi qidiradi. Qayerdan boshlab? O'ngdan boshlab qidiradi. Mana bu r harfi boshidan boshlab aytib qo'yish mana shuni. Right degan ma'noni anglatadi. Rightning qisqartmasini yozib qo'ygan. Find degani qidirmoq. Buni qo'llagansizlar. str esa string, bu yerda biror bir so'z bo'lishi mumkin, o'zgaruvchini qo'yib qo'yishi mumkin. Start deyilyapti, boshlamoq, boshlanishi, qayerdan boshlab qidirishni ko'rsatadi. End esa qayergacha qidirishini ko'rsatadi. Xuddi shu holatda qolgan metodlar ham xuddi shu holatda qo'llanib ketadi. Endi ta'rifi: bu metod satr ichidan belgi yoki boshqa satrni o'ngdan boshlab qidiradi va uning oxirgi topilgan joylashuvini raqam sifatida qaytaradi. Agar topa olmasa, -1 raqamini qaytarar ekan. Demak, e'tibor bering, bu yerda o'ngdan boshlab qidiradi, o'ngdan boshlab qidirib boradi. Endi mana print deyilyapti. Mana bu text degan o'zgaruvchiga ushbu qiymati biriktirilgan. Print deyilyapti-da, text rfind a, ya'ni a ni o'ngdan boshlab qidir deyapti. Natijada 27 chiqyapti. Nimaga? Chunki a ni qidiradi, o'ngdan boshlab qidiradi, bu tomondan boshlab qidiradi va bu yerda mana buni topib oladi. Mana shu birinchi a ni topdi, oxirgisidagi a ni topdi-da. Demak, rfind eng oxirgi turgan belgini qidiradi. Lekin hisobni esa bu tomondan boshlab boshlaydi. Xuddi shuni sanab boradigan bo'lsangiz, mana bitta sanaylik, mana 1 2 1 deyman, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 mana 27. Natija 27 chiqdi. Agar bu yerda mana masalan z ni qidiradigan bo'lsak, -1 chiqadi. Nimaga? Sababi bu yerda z harfi yo'q. Bunday belgi yo'q. Keyingisi mana s indeks, r harfi yo'q, r indeks emas. Demak, bu chap tomondan boshlab qidiraveradi. Bu metod satr ichidan belgi yoki boshqa satrni chapdan boshlab qidiradi va uning birinchi topilgan joylashuvini raqam sifatida qaytaradi. Agar topa olmasa, value error chiqarar ekan. -1 chiqmas ekan bunda. Misol, text: men mashinani yaxshi ko'raman. Indeks a ning indeksini top deyapti. Demak, 0 dan boshlab qidiradi. Birinchi chiqqan mana bu a ni indeksini chiqaradi. Bu esa 5 ga teng bo'libdi. 5-indeksda turibdi. Sababi 0 1 2, mana bu bo'sh joy ham bor. 3 4 va 5. Z ni qidir desa, demak value error chiqyapti. Sababi z belgisi yo'q. Keyingisi r indeks. Mana o'zi hisobini bilib qo'ygan bo'lsalaring kerak. R harfi bormi? Demak, o'ng tomondan qidiradi. Agar topa olmasa, value errorni chiqarar ekan. Men mashinani yaxshi ko'raman deyilyapti. Demak, r indeks a ni qidir desa, mana buni chiqaradi endi bu. Boya aytdik, 0 dan boshlab sanaysiz, demak 27 ni chiqarib beryapti. Z ni qidirsak, value error chiqyapti. Sababi z harfi yo'q. S digit nima qiladi? S digit bu raqammi degan savolni beradi. Barchasi raqammi? Shu satrda raqamlar tashkil topganmi? Satrda raqamlar bormi? degan savolni beradi. Demak, agar ha bo'lsa true, yo'q bo'lsa false ni chiqarib berar ekan. Mana S1, S2 degan o'zgaruvchiga ikki xil qiymatni biriktirilgan. Mana bunga o'rtasiga a ni biriktirib qo'ygan. Qani bilamizmi? Deyilgan maqsadda. Demak, S1, S digit, S1 hammasi S1 dagi satr raqammi? Ha, raqam, chunki bu yerda birorta ham boshqa belgi yo'q. Raqamdan boshqa. Shuning uchun true chiqaradi. Bunda esa S2 da a bo'lganligi uchun false qiymatni chiqarib berar ekan. Alfa, is alfa, alfami, ya'ni alfabetmi yoki alifbomi? Mana shunday qilib eslab qoling. Demak, faqat harfmi degan ma'noni anglatyapti.
satrning faqat harflardan iboratligini tekshiradi. Agar harf bo'lsa true, aks holda false qiymatni chiqarar ekan. Mana bu yerda mana salom degan o'zgaruvchi va salom birikuvchi o'zgaruvchisi qiymatlar berilgan. Is alfada mana bunda true bor, bunisi esa false qiymatni chiqarar edi. Nimaga? Bunda false chunki bunda birikuvchi bor. Nimaga bunda true? Chunki bu faqat salom degan so'zni o'zi, ya'ni harflardan iborat. Is al-num. Ta'rif: bu metod satrning faqat harf va raqamlardan iboratligini tekshiradi. Agar satrda probel yoki maxsus belgilar, mana bu belgilar va boshqa belgilar ham bor. Ketaveradi, hokazo. Bo'lib qolsa, mabodo uchrab qolsa false ni chiqarib beradi. Bu to'g'ri yozishingiz uchun kerak bo'ladi bu metodlar. Demak, S1 da mana Python ham bor, ham raqamni ham qo'yib qo'ygan. Mana bunda esa salom va bo'sh joy qo'yilgan. Mana shu joyda bo'sh joy bor. Salom dunyo. Probel bor ya'ni. Probelni tekshirish kerak edi-yu. My text bu yerda esa mana bu tire bor. Endi tekshiryapmiz mana. Birinchisi S1imizda true chiqyapti. S2imiz false chiqyapti. Nimaga? Chunki orada hammasi harflardan iborat, lekin probel ham qatnashib qolgan. S3imiz esa false chiqyapti yana. Nimaga? Sababi bu yerda tire belgisi bor. Is lower. Hammasi kichikmi degan. Hammasi kichikmi degan savol beradi. Bu metod satrdagi barcha harflar kichik registrda ekanligini, ya'ni kichik harf ekanligini tekshiradi. Agar satrda bitta ham katta harf bo'lsa, false ni qaytarib qo'yadi. Mana bu false ni chiqarib berar ekan. Mana buni tekshiryapmiz. Mana hello world, e'tibor bering, hammasi kichik harfda, shuning uchun true. Mana bunda esa hello world katta harflar qatnashgan, shuning uchun false. S3 da esa hello world 1 2 3 yana tire ham bor, lekin birorta ham katta harf yo'q. Shuning uchun true qiymatni chiqarib beryapti. Is space. Space tugmamiz bor, ingliz tilida space deyiladi, ruschada probel deydi, o'zbek tilida bo'sh joy tashlash tugmasi. Bu metod satrning faqat bo'sh joy, probel, tabulasi, yangi qator, bularning barchasi bo'sh joy bilan bog'liq. Mana probel, tabulasi ham, yangi qatorga o'tish ham, bularning barchalari ya'ni bo'sh joylar bilan bog'liq bo'lganligi uchun bunda true ni qaytaradi. Agar aks holda harf yoki raqamlar bo'lib qolsa, false qiymatni qaytarar ekan. Mana tabulasi ishlatilyapti va bo'sh joy, ya'ni yangi qatorga o'tish ishlatilyapti. Bunda esa mana bu yerda bo'sh joy bor, lekin a harfi qatnashib qolyapti. Bunda esa hech narsa yo'q. Ikki qo'sh tirnoq ichida bo'sh joy bu. Nima deydi? Bo'sh joy emas. Bo'sh bu. Bo'sh joy ham yo'q-da bu yerda. Bo'sh bu. Bo'sh. Demak, S1 da true, qolgan ikkitasida mana false chiqarib beryapti. Is title. Bu metod satrdagi har bir so'z bosh harf bilan boshlanganini tekshiradi, ya'ni har bir so'zning birinchi harfi katta, qolganlari esa kichik bo'lishini ta'minlab beradi. Ta'minlab bermaydi, shunaqami tekshirib beradi. E'tibor bering, bu yerda har bir so'z deyilgan, har bitta so'zni tekshiradi. Qarang mana. Python dasturlash tili. Hamma so'zlar bosh harfda yozilgan, shuning uchun true. Bunisida esa birorta bosh harfi yo'q, false chiqaradi. Bunisida ikkitasi bosh harfda, ikkita so'z bosh harfda, uchinchi so'z kichik harfda bo'lib qolganligi uchun false chiqarib beryapti. Bugungi tayyorlaganlarimiz mana shulardan iborat. Videoni ko'rib, testlarga yechib borasizlar.